Neç kundan bo'ldi aka sigirlar? Ona mana 35 deyapmiz, uni 30, bo'g'oz unisi ham. Bunisi ham bo'g'oz. Yo'q, bu ham bolasi bor. Ha, bunisi bo'g'oz, bunisi tuqqan. Necha oylik bo'g'oz u? 3 oylik bo'lgan, 2 oylik. Buzoqchasi erkakmi, urg'ochimi? Urg'ochi. Qayerda mollar aka bular? Kommunizm bor, Xo'rozdan. Kommunizm. Telefon nomeri bormi? Ayting. 91lik 536 536 96 17. Mollar aylantirib ko'rsatamiz. Yaxshi. Qaysi kanaldan ko'ramiz? Halol savdo. Halol savdo. Neç pul bo'ldi aka bu? 12,5. 12,5. Bo'g'ozmi aka? Modadan kelgan, ana birlikda dalaga. Ha. Modadan kelgan aya. Bo'g'oz bo'lishlar buni. Qayerda mol aka? Amuna. Necha tushyorgan bu? Necha tushyorgan? Uchinchisiga turish kerak. Uchinchisi ha? Qayerda mol aka bu? Amuna. Namuna? Qayerga qaraydi? Amuna Chinor baha. Chinor uzun. Ha, uzun tumaniga qarashlar. Telefon nomeri bormi aka? Bor. Ayting. 88 88lik 063 063 95 95 00. 00. Ana aytlar ko'ringlar. Bo'g'ozga ham o'xshaydi, bilmadim. O'zi qildirib ko'rish kerak ekan bu narxni necha oyliga bo'lgan bo'lsa. Aka ne soda bo'lyapti? Ton beriladi yo'q. Aka necha puldan deyapsiz bular? 14 milyondan deyapman. 14 milliondan ha? Mana buni ham oling. Necha tushyorgan aka bular? Necha tushyorgan? Bir chiqqan, birov ikki chiqqan. Yo bir, birov ikki. Qayerda mollar bu? Namuna? Uzun tumaniga qarashli. Namuna. Qaysi Buni mollar? ham oling ana. 24 lira. 23. Aka so'raganda aka. Bakalım ana sütü bor ekan. Neç pul deyishyapti? 3,5 qildi berilmayapti. 23,5 qilishdi berishmadi. Qancha suti bor aka buni? 5 litr suti bor. Necha tushyorgan bu? Yo'q, hali shu yo'q, birinchi o'sha. Birinchi tug'ishi. Bolasi bir oylikmi? Aka balasi 3 oylik. 3 oylik ha? Erkakmi urg'ochi? Erkak. Erkak tug'adi. Nechi bor bular? 23 600 ga qoldi. Telefon nomeri bormi aka? Telefon nomeri. 24 savdosi bor. Rahmat. Telefon nomeri bormi aka? Telefon nomeri. Telefon nomerim bor, ha 99 99lik 300 34 94. 34 94. Mana akalar, namuna uzun tumaniga qarashli mol, ona bola, erkak ekan bolasi. Birinchi tug'ishi mana. Shunday ber.
Savdosiz bo'lyaptimi aka? Yo'q. Nechi pul deyapsiz? 400. Bolasi necha oylik? 3 oylik ha. Erkakmi urg'ochi? Urg'ochimi? Urg'ochi. Nechi kishi o'rgan aka bu? Aka mana shu 5-chi bo'ldi. Bu 5-chi bolasi ha. Hozir bo'g'ozmi, qisirmi? Ketgan bular. 1 oylik bo'g'oz. Qayerda mol aka bular? Uzun qishlog'i. Telefon nomeringiz bormi? Sotamiz aka, sotiladi. Sotiladi, xudo xolasa. Ha, barakasini bersin. Ha, ko'ramiz yana. Aka nechi pul deyapsiz? 30 million deyapti. 30 savdosi keldimi? 24 so'rayapti. 24 bo'lyapti. Kalgov, yuvosh. Erkakmi, urg'ochimi bolasi? Urg'ochi ha. Odamlar ortadan ko'ring yerinlarini. Nechi kishi o'rgan aka bu? Bular bunajin birinchi Hali birinchi tug'ishi bunajin ha. Hali joydan. Telefon nomeringiz bormi? Ayting nomeringizni. 93lik 560 560 99 9966. Akalar Uzun tumaniga qarashli. Halol savdo. Halol savdo. Halol savdo. Halol savdo. Nomerga telefon qilaverasizlar akalar, mana shu nomerga. Moli o'zi yuvosh, yaxshi mol ekan. YouTube'dan ham chiqadimi? Savdo bo'lyaptimi aka bunga? Savdo bo'lyaptimi aka? Qancha bo'lyapti savdo? 13 million 600. Halol savdo. Yuvosh mol bolasi mayda. Mol juda yuvosh mol. Buni 15 million beraver. 15 so'rashyapti bunga. 15 deyishyapti. Narxini buni qancha ekan? Buni narxi nechi pul deyapsiz? To'g'ri. 8 litr suti bor. 8 emas, 5 litr bersa. Mayli yalg'on bo'lsa shu 5 litr aka. Keling 4 litr. Kam emas, 4 litr. O'z olaver. Nechta sanaydi? Aka 15 million beraver. Buzoq ham 14-15 million aka. Bizda gapiramiz. Yo'q aka 13 milliondan siz buzoq ham bermaydi aka. Mana ishim boshqa bilaman bozor. Insoflar bor. Sog'likni mazasi yo'q aka. Dalaga yurgan? Yemislar yaxshi bo'lsa, shu sutni ko'proq ham beradi. Erkak ha? Savdo bo'ldimi? Savdo. Qancha? 22,5. Bolasi erkak ekan. Bolasi ekan. Bu nechi tushyordi bu? Tushyorganmi bu? Katta bosh tushyor. Nechi tushyorgan? Qancha sut beradi bir kunda? 6 litrga garantiya. Qayerda mol ekan? Bobotog'da mol ha? Telefon nomeri bormi? Telefon nomeri yo'q. Yaxshi mol ekan.
Savdo bo'ldimi? Assalomu alaykum. Yaxshimiz. Qancha deyapsiz, savdo? Yo'q, narxini. Aka necha pul bo'ldi bu? 23 yarim. So'ralar-da. Qayerda mol aka? Uzunli mol. Bolasi erkakmi, urg'ochimi? Bolasi urg'ochi. Mol o'zi bir oylik qochgan yana. Bir oylik qochgan yana, bir oylik bo'g'oz. Shuni ham farq ko'ring. Nari tomonga o'ting. Siz o'ring o'zi. Qancha suti bor? Akayni ko'rdingmi? Aka salomat bo'lsin. Gapga o'zing ham siz og'rimasmi? Yo'q, boğazı yeyib Bu qaysi mol bu bolasi? Yo'q, beyaz keldi. Aka ko'rsating sizga. Hech pul bo'ldi biz savdo. Birinchi bolasi 26 million 500 ming so'rayapti. Mana shunga. Qayerda mol ekan bu? Yerdan aka. Oo, Yerda oqshom 15 litr suti bor. erta oqshom 15 litr suti bor ekan. Bilimlarni ko'rsatadi. 26 yarim. Bolasi erkakmi, urg'ochimi? Urg'ochi. Urg'ochi. Bozorchi turasiz. Ha. Ko'ringlar, aytaman mana. Yaxshi. Suti ham oqib. Qayerda mol edi bu? Kalmar qismi. Kalmar qismi bor, ha. 15 ta suti bor aka. Telefon nomeri bormi? 91lik 91lik 585 585 2909. 2909. Aka, savdoni barakasini bersin, hozircha savdolashavering, keyin nima qilamiz. Aka, bo'lmaydi. Necha pul bo'ldi bu? Buni 28 oldi. 28 so'rayapti, ha. Bolasi ham bormi? Bolasi ham bor ekan. Bolasi urg'ochimi, erkak ekan? Erkak. Bu necha kishi yorgan bu? Qal mayli. Nimasi? Hozir bu qayerda mol ekan bu? Uzun. Qancha suti bor endi kuniga? Buni 15 litr suti bor. 15 litr suti bor, garantiya. Erta kech 15 litr suti bor. Bu nechinchi bolasi edi? 3-chi bolasi, ha? 3-chi bolasi ekan. Telefon nomeri bormi aka? Telefon nomeri. 99lik 660 0689. Akalar, mana shu raqamga telefon qilasizlar. Uzun tumanidan ekan mana. 3-chi bolasi. Bolasi ham erkak. Simentalmi bu? Ha, 4 kun bo'ldi. 4 kun bo'ldi tug'ilganiga, mana simental aroda. Yaxshi. Odam nima ichib ketdi? Buzuq odam. Suti zo'rda uni. Al basham kun beraman deyapti. Nima?